Bugun sizlar bilan необычный распаковка bo'ladi. Ketdi. Menda 8 kunlik ketganman, o'rtachalardan. Bu yerda turibdi. Bularni обязательно yeydigan ovqati bodring bilan sabzi bo'ladi. Chunki men oldin opam boqqanda ham faqat bodring sabzi berib boqqan. Bu bechoralar kichkina idishda turib turadi. Xudo xolisa bozorga tushib katta idish olganimdan keyin uni ham videosini keyingi postlarimda ko'rasizlar. Sizlarga ham ulitka kerak bo'ladigan bo'lsa, yoki o'zingiz qidirayotgan bo'lsanglar, men sizlarga snail o'zida tavsiya qilaman. Men sizlarga olib beraman. Balki g'alati eshitilishi mumkin, lekin bu ulitkalarni shilimshiq chiqaradigan masalasi sizning yuzingizga juda ham katta foyda bo'ladi. Men opam oldin boqqanida juda ko'p marotaba yuzimga ulitka qo'yganman. Kokos madari deyiladi. Bir tonna qumidan yuborganman, chunki bularni adashmasam 2 haftada, 3 haftada almashtirib turish kerak idishini. Ya'ni shunaqa ulitkalar kerak bo'lsa, men beradigan profildan zakaz qilsanglar bo'ladi. Voy, men ko'zim oldiga kelib qoldi.